Jo'kes brат batasiga o'sha. Yeb bile. Salvar Спасибо. diyor. Jo'kes O'ldiraman men buni hozir. Voy keldi. Rahmat aka nima qos? Rahmat aka, от души brat. Qarang aka, men sizga yana bir marta tushuntiraman. Siz menga nima dedingiz? O'z plus videolar bor. Kallangga qo'tag'im emotsiya bildira senga ko't. Bitta planeta bilan bitta TikTok live kelyapsan. Gandon emotsiya bildirsan, qotaq turib baqirmaysanmi ko't? Meni o'rnimga baqirib yuboring, men sizga o'shani pulni jo'natib yuboraman kartangizga. Qo'lingdan kelmaydi. Fayzallar. Siz turib o'ynang, birinchi gapingizga javob bering. Qo'yasan mana shunaqa gapingga. Ko'rdingmi u gaplar gapirmayman. Sal emotsiya bildir. Ko't padarka tashlaganda odam ichi og'rimay tashlasin. Bat, спасибо Ahmad aka, ya очень Endi normal. Ana endi normal. Hey, come to Dubai. Voy, jala, men bunaqa olgan bo'lardim deysiz, bratан. Qo'todan olasizmi? Qo'lingizdan ish balo kelmaydi, jala. Pul so'rab o'tiribsiz. Siz gandonmisiz siz? Hali men sizga olaman dedimmi? Jala, mashina yo'q sizda aka. Qachon mashina olasiz? O'tog'imda yebsiz, mashina bor menda. Nima mashina? Nexia 3. Yandex U mashina emas deng. U mashina Yandex. emas deng. Ya, nima mashina? Ya, bizda ham Nexia 3 bor, aka. Men ham haydab yurganman Nexia 3. 17 yoshimda. Chala Sikardim 17. hozir mashina emas. Mashina emas deganingizda sikardim hozir. Nima qilmaganimda? Mashina emas deganingizda sikardim hozir. Nima mashina emas bo'ladi? O'zim haydab yurganman Nexia 3 bratан. O'zim birinchi marta avariya qilganim Nexia 3 bo'lgan. JMda jala. Tormozga bosganman, tormoz ishlamagan jala. Voy jala, nima bo'lyapti? Rahmat bratан, от души. Ебаш, я стал богатым на $1 million. Nima degani bu? Men 87,142 qarang tepada turibdi. Nima degani? Men tipa $87,000 ishladim deganimi? Yo'q, 87 ga degani bu toza 80 ga bo'lsa, siz hozir mana shu 5 minut ichida $350 $400 bilan. 500 ga qo'yish. Voy, $400. наконец-то sizni miyangiz ishladi, aka. Bunaqa yaxshi ishlaydimi ham? Ya gandon bilan. Bos bo'pti oxirgi battle sizga. Hech kim kelmadi. Ya sizlarda haqiqatan shunday PUBG'da shunaqa katta davlat bo'ladimi shunda? Siz haqiqatan shunaqa tavakkal berib gapingizga javob bermaysiz ekansiz, aka. Rostdan ham lekin balo bo'lagansiz. O'tog'imni yebsiz shu gapingizga. O'taq kirganda nima deyapti? Nima deyapti yo'qmi? Muxlisida endi uni. Men misol buni muxlis emasman. Bu pidarasga men kirdim, men kimsiz gapi degan uchun men shunga gapirman, o'zim normal gapiraman. Bu pidaras meni taniydi, pidaras. O't. Rossiya qochib ketganini biladi bu o'zicha. Rossiya qayerga kim aytdi shu gapni, Gandon? Rossiya qochib ketgan deb qaysi ko't aytdi? Oldidagi sen video chiqqan-ku. Kim? Sochini qo'shtirib. Aslanbaymi? Bir-birini taniydimi deb. Taniymi? Shundaymi? Shunday. Lekin men buni taniyman, aslan sen video chiqqanini taniyman. Aslan kim, bu kim? Nima bo'lardi? PUBG degan narsani tushunmayman. Серёж ебал с пацанами, блядь. O'rtog'ingiz topib Блядь. Ну, поехали 250 штук. Уезжай, нахуй, тут такой. Нахуй, только ебать. Chiqishingizga aylanaysiz. Qallayga qotog'im siz o'zi. bilan gaplashing. Kim bilan gaplashay?
Bo'ldi aka, gapingizga javob bergandek bo'ldi, chiqib ketay prямой efirdan. Yakutza. Mani so'linglarni chiqib ketyapti Ey, sizlarning gaplaringiz shu. pastda telefoningga qara. Chap tomonda ikkita dumaloq bor, ha? O'shanga bos. Ha, Keyin tepadan yana ikkita dumaloq chiqadi. O'shanga bosasan, отключенni bosasan. nimaga? Men chiqara olasan, men chiq. Nimaga olasizlar? Bosmatli. Qattiq ishlayapsiz aka. Men nimada tozalik hududida ishlayman. Nima u? Bular o'zi qo'toqdan tushunmaydi. Yana bular menga европейский bir bolalar o'rgatadimi? Tozalik hududi deysizmi? Tozalik hududi. Не знаешь, что ли? Ну, tushundim, siz tozalaysiz. Boshliqman, yana direktorman. Direktor? Ha. Tozalamaganlarni, ishlamaganlarni sikaman. Bo'ldi. Nafzingga qo'tog'im ko't deydi. Ko't. TikTokda qanaqa lavzi dalbayib bilan Jahongir miyangga qo'tog'im qari turlak bilan. Oh, da. Toshkentdanmisiz, jiyan? Mayyo, Andijonliman aka. Andijondan. Молодец. Mana xudo xolisa Rossiyaga ketaman aka, ishlashga. Chaqirishyapti. Og'ayni. Qachimi endi? Yo, stroyka. Umringga bitta qo'lingga bir ketmon ushlaganmiz, ha? Ushlaganman. Lapatkachi. Ushlaganman, hamma narsa ushlaganman. Endi hozir siz bilan nima demoqchisiz? Sen hozir lapatga ushlamagan bo'lsang, mushuk emasman demoqchimisiz? Yo'q, u hali unaqa deb gapirganim yo'q-ku. Ko'p marta ko'rganman. Shuncha odamlar bilan gaplashganman. Sen qo'lingga bir marta xatya bu lapatga ushlaganmisan deyishadi. Gandon gap tog'gacha eshitadi kattani gapini, bila, yo'bbani yo'lida, ey. Lapatga ushlagansan, to'g'rimi? Agar katta mani yoshimdan ongi past bo'lsa nima qilay? Men vinovatmanmi o'sha narsaga? Eshit, lapatga ushlagansan, to'g'rimi? Ha. Ketmon ushlagansan. Ha. Bolg'a ushlab ko'rganmisan, bolg'a? Bolg'a. Nima edi u? Bolg'a nima edi, jat? Malatuk. Ushlaganman. Sen hamma narsani ushlagansan, qo'ta ham ushlaganmisan deyman-da sen. Men o'ylabman shu qo'ta ham ushlab ko'rgansan-ku. Voy, suka. Voy, gandon bilan. Tishingda briket bormi? Nima deysan? Nima deysiz? Tishingda briket bormi? Ha, briketim bor. Sizga og'zingga bergan payt shu briket shilib bormaydimi? Bilasizmi? Voy, gandon bilan. Ya, hazillashyapman, Yakudza. Ismingiz nima o'zi, jigar? Hazillingiz merskiy ekan, aka, sizga o'xshab. Ya, uzr. Addushi uzr lekin. Addushi просто bir prikol qilgim keladi-da. Meni ham. Detskiy prikol bo'lsa ham sal kayfiyat ko'taradi. Voy, gandon. Yeba, Ahmad aka, Addushi brat. Yakudzabek, ko'rishmoz nima qildingiz hozir siz? TikTokda nima qildingiz bilasizmi? Nima qildim? Ikkinchi raundda siz $200 pul tushirdingiz shu. Endi Ahmad aka meni akamda-ku. Ёбаный педофил. Aka, men sizni mentlarga beraman. Nimaga? Kichkina qizlarni tegmang, aka. Как вам совесть позволяет такое делать? Doston bularni babiga donatorlarni kuchli bo'ladi. Bilaman, znay. Ey, nima sizdan nima? Quloqmi? Quloq? Ha. Siz pedofilmisiz, aka? Yo'q, quloqmisiz siz? Mentlarga beraveraman deysizmi? Qarang-da. Voy. Shunaqa ongingiz past ekan, aka. Ana, yuzingizga to'g'risini ketaman-da. Xafa bo'lmaysiz. Qandayga qo'taramsiz hozir? Nima dedingiz hozir? Mentlarga beraveraman deysizmi?
Chunki pedofilsiz. 9+ degani bilasizmi nima degani? Yosh qizlar degani. 9+ degani jandon o'zbekchasiga aytib turibman senga. 9+ degani qanday yosh qiz degani bo'ladi? Iban yosh qiz degani ruschasiga perevod qilchi. 18+ dedingizmi boshida? Keyin 9+ dedingiz, to'g'rimi? 18+ Ana. videolarni. Yo, 18 to'xtang. 18+ отдельный, 9+ отдельный, to'g'rimi? 18+ degani ham bir katta qiz degani emas, yo 9+ degani yosh qiz degani emas. Iban bo'lganmisan sen. Yoqda просто так sifr aytilyapti. Degani 9+ kichkina qiz degani. Do'dik jalab. Bu dalbayapmi bu? Menga tushuntirib bering. 9+ degani qanday kichkina qiz degani? Kim sizga 35 yosh beradi? Shunaqa ham ongi past bola bo'lasiz. Mujik emas. Dalbayab 35 yosh degan sen dalbayab miyangga qo'tam 35 yosh desam 35 yoshga o'xshaymanmi men? Iban kallang ishlata dalbayab. Ha? Necha yoshsiz qo'ysining? 2008 man. Sila naxi, sikaman buni. Не хочу с ним общаться, это бездаразьем. Davay qara. Oxirgi batilimiz senga. Din naxi o'ynamayman. Bos. Va, okey, pizdab bo'l ekansiz. Ekansiz. Okey, gapingizga javob bering. She'r tushyapti, kayf qilmaysan. Morg'amni pidaraz. She'r tushyapti senga. Nima qilaman? Pul uchun bu yoqqa kirganim yo'q. Xotoga yeb o'tirsin unda. O'zal chiqmayapsiz. Siz davno tugatmoqchi edim. Hozir efirda o'chirasizmi? Ha, o'chiraman, zaryadkam qolmadi. Nechkada bir siksam bo'ladimi mazgingizni? Okey, skordingiz. Voy bile. Hay, mayli. Hazil huzurlarga rozi bo'lasiz, jigar. Gaplashamiz yana. Bo'pti, okey, charchamang. Mayli. Gap Charchamang, mayli. javob bermaydigan to'k ekansiz, lekin bari o'shancha Toshkentdan qochib ketgan ko'pincha odamlarga gap deb sibazani berib yuborgansiz Rossiyaga. Bu pidaraz meni hamma tomonlama taniydi bu ko't meni bori. Tanimagani ko'ra. Double bir Toshkent O'zbekiston nomeri double siz, okey. Nimaga? Ismingiz Hasanboymi ismingiz? Qanaqa Hasanboy? Ismim Doston meni. Echatdi, shunaqa. Ya shu gaplar qayerdan topasizlar? Kim aytadi Rossiya qochib ketdi degan gap qayerdan chiqdi u hozir? Endi shunaqa sizda yo'q, nima qilaylik endi shunaqasi bo'lgan. Umringda oxirigacha o'yna olmaysan. Nima o'ynayman? Просто qiziq o'ynadik-da, to'g'rimi? Yo'q, xafa bo'ldingmi yakudza? Mahrumaga. Ma'lum, okey, siz просто gapingizga javob bermaganingizga men просто удивленный o'tiraman.